tashqari -1 gradus, ichkari esa 28-28,5 gradus issiq. Chunki Beckel brendi ostidagi teplovoy nasos o'rnagan joyga pervolga kelganmiz. Xudo xolasa hozir ichkari birgalikda kirib ko'ramiz. Chunki uy egalari yoqqanlarga 3 soat bo'libdi. Ro'parasi 3 soat. 2 sutka, 3 sutkadan beri yoqilmagan, minus holatdagi, sovuq holatdagidan yoqilganda 3 soat bo'ldi yoqilganiga. O'sha temperatura 50 gradusga qo'yilgan, 38 kirib 34 qaytyapti. Dahshat rezultat o'sha. Ichkari birgalikda ko'ramiz. Bu obyektda ichkariga kirib, televizor yordamida hozir birgalikda ko'ramiz. O'zinglar bilasizlar qanaqaligini. O'sha o'ynab turibdi gradus. Bu mana kirishi. 39 gradus kiryapti, 35 chiqib ketyapti. O'sha 50 gradusga qo'yilgan. 75, 60 ham 50 gradusga qo'yilgan. Xudo xolasa qolgan joylarni ham birgalikda ko'ramiz. Polni bu obyekt 300 kvadratli obyekt, 24 kilovatli teplovoy nasos o'rnatilgan, R290 modelda Beckel brendi ostidagi. Biz bu obyektni ko'rish uchun Namangandan kelib, hozir mashina pastda qolgan, shu holatda kelib, buni effektini, ishlash jarayonini uy egalari aytibdilar, 3 soat, soat 5 da yoqilgan bo'lsa, o'zi soat 8, 3 soat bo'ldi. 3 soatning ichida уже juda katta rezultat. Chunki gazli yoki elektriskiy kotyor qo'ysangiz ham bunaqa darajada tez effekt berish qiyin. Men bunga ishonmasdim, bunga qarshi bo'lardim, lekin men o'zim bu ikkinchi obyekt ko'rib, o'zim ko'zim bilan ko'rib, tekshirib ko'rganimdan keyin bunga yana ham daveri oshdi, chunki qo'rqmasdan odamlarga tavsiya qilsa bo'lar ekan. Qo'rqmasdan o'rnatsa bo'ladi. Lekin buni o'rnatishdan oldin uyingizni buni ekonom qilmoqchi bo'lsangiz, uyingizni bazalt izolyatsiya bilan moshina qilib izolyatsiya qilinsa, keyin siz xohlagan rezultat bo'ladi. O'sha ekonom deyildimi? Ekonom qilish uchun faqat o'sha qonun qoidasi kitobiy qilsangiz, o'shanda ekonom bo'ladi. Lekin izolyatsiya bo'lmagan oddiy xonadonga o'rnatish tavsiya qilmaymiz.